Teringizda muammolaringiz bormi? Unda yaqinroq kelinglar. Bu emu oil, ya'ni emu efir yog'i. 99,7% emu yog'i bor tarkibida. Rozmarin yog'i bor. Tarkibida omega 6 va omega 9 yog'lari ham bor. 100% tabiiy mahsulot. Bu sizga nimaga yordam beradi? Bu terini chuqur namlaydi, terini silliqroq, chiroyli bo'lishiga yordam beradi. Quyoshdan kuygan bo'lsanglar, tuzatishga yordam beradi. Teridagi yaralar, toshmalarni tuzatishga va yo'q qilishga yordam beradi. Hasharot chaqishidagi qizarishlarni yo'q qilishga yordam beradi. Tarkibidagi omega 9 va omega 6 esa yuzimizdagi shishlarni yo'q qilishga yordam beradi va mushaklarni zo'riqishini ham kamaytirib beradi.